Salla bilan soqolni qo'yibsiz, usti boshlaringiz, tashqi qiyofangiz, zohiringiz chiroyli bo'libdi. Endi ma'shi kifoyada bemalol borib ko'chaga chiqqanda sallangizni kiyib olib, maza qilib yurib, uyga kirib uxlab olmang. Sahar turib Xudoga yig'lang degan u. Bu bilan bitmaydi. Tashqi qiyofani sunnatga muvofiq qilibsiz. Endi ichki tomonni ham tuzating aka degan bo'ladi bu. Ham zohir, ham botin pok bo'lish kerak. Zohirda pokligi zohir ham botin ham sunnat bilan pok bo'ladi. Zohirda pokligi ham sunnat bilan, botinda pokligi ham sunnat bilan. Botinni poklash qiyin. Botinni poklash hali aytdim-ku men. Ixlosning qiyinligini aytdim. Dunyoni yaxshi ko'rmaslikni aytdim. Kim dunyoni yaxshi ko'rmaydi? Hammamiz dunyoda bo'lib yotibmiz. Eshonimiz ham, mullamiz ham hammamiz mubtalo bo'lganmiz dunyoning muhabbatiga. Eng yomon kasalimiz shu yerda o'zi. Bir muhtoj mu'minni ko'rsak, ashunga bemalol ehson qilamiz-da. Ha bechora shunaqa bo'lib qopti deb, bechora shunaqa bo'lganimizda sen cho'ntagingda borib bersang o'lasanmi sen musulmon bo'lganingdan keyin? Musulmonlar ish qanaqa edi? Bechoraga yordam berardi-ku.